Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga iri yildan pensiya oluvchilar, pensiyaga chiqishga tayyorlanayotganlar va oilasida pensioneri bor har bir inson uchun juda muhim bo'lgan yangi talablar haqida tushunarli qilib aytib beraman. Bu mavzu bevosita pulingizga pensiya to'lovingiz vaqtida tushishiga, hujjatlaringiz to'g'ri yuritilishiga va ortiqcha ovora bo'lmasligingizga taalluqli. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, ota-onangiz pensioner bo'lsa, yaqinlaringiz pensiyaga chiqish arafasida turgan bo'lsa yoki nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya masalasi sizga tegishli bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men oddiy tilda hayotiy misollar bilan qaysi holatda xavotir olish kerak, qaysi holatda xavotirga o'rin yo'q, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak, qayerga murojaat qilish kerak, nimalarga imzo qo'yishdan oldin e'tibor berish kerakligini birma-bir tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, vaqtini va asabini asraydi. Endi mavzuga o'tamiz. Avvallari ko'pchilik pensionerlar uchun asosiy tartib juda sodda ko'rinardi. Pensiya tayinlangan. Har oy belgilangan sanada pul bank kartasiga tushgan yoki naqd shaklda olingan. Ko'p insonlar hujjatlarini bir marta topshirgandan keyin endi hammasi o'zidan davom etaveradi deb o'ylardi. Ayniqsa yoshi katta insonlar, men pensiyadaman, davlat biladi, tizimda bor, menga boshqa hech narsa kerak emas deb yurardi. Lekin hozirgi davrda pensiya tizimi bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Ma'lumotlar bank, soliq, bandlik, fuqarolik holati, yashash manzili, mehnat staji va boshqa bazalar orqali solishtirilmoqda. Maqsad bitta: pensiya adolatli tayinlansin, ortiqcha yoki noto'g'ri to'lovlar bo'lmasin. Haqiqatan huquqi bor odamlar pullarini o'z vaqtida solsin. Lekin shu jarayonda oddiy odamlar uchun muhim bo'lgan bir masala bor. Agar sizning ma'lumotingiz tizimda noto'g'ri bo'lsa, eskirgan bo'lsa yoki umuman kiritilmagan bo'lsa, muammo sizda paydo bo'lishi mumkin. 1 iyuldan e'tibor kuchayadigan talablar asosan 3 yo'nalishga borib taqaladi. Birinchisi, pensionerning shaxsiy ma'lumotlari to'liq va aniq bo'lishi kerak. Ikkinchisi, pensiya olish huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, ayniqsa mehnat staji, ish haqi, nogironlik yoki qaramog'ida bo'lgan shaxslar ma'lumotlar tartibda bo'lishi kerak. Uchinchisi, bank kartasi, yashash manzili, telefon raqami, ishonchnoma va boshqa amaliy ma'lumotlar yangilangan bo'lishi kerak. Men bu yerda vahima qilish kerak demayman. Lekin menga tegmaydi deb beparvo bo'lish ham to'g'ri emas. Chunki pensiya masalasida kichkina xato katta oqibatga olib kelishi mumkin. Masalan, familiyada bitta harf boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana eski hujjatda boshqacha ko'rsatilgan, mehnat daftarchasida muhr aniq ko'rinmaydi. Ish joyi arxivda topilmaydi. Bank kartasi muddati tugagan, yashash manzili boshqa joyda turibdi. Mana shunday mayda ko'ringan narsalar to'lov kechikishiga, qayta tekshiruvga, ortiqcha qatnovga sabab bo'ladi. Birinchi navbatda pensiyaga yangi chiqayotganlar. Masalan, erkak kishi yoshga doir pensiyaga chiqish uchun hujjat tayyorlayapti. 10 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin mehnat daftarchasini tekshirsa, 1994 yildan 1998 yilgacha ishlagan tashkiloti yopilib ketgan. Daftarchada yozuv bor, lekin muhr xira. Tizimda esa bu davr ko'rinmayapti. Natijada pensiya hisobida 4 yil istai inobatga olinmasligi mumkin. 4 yil kichkina muddat emas. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar odam oldindan arxivdan ma'lumotnoma olsa, sobiq ish joy hujjatlarini topib qo'ysa, muammoni vaqtida hal qiladi. Ikkinchi toifa hozir pensiya olib turgan, lekin qo'shimcha ish staji yoki ish haqi bo'yicha qayta hisoblatmoqchi bo'lganlar. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'ladi. Ba'zilar yuqori maosh olgan davrlarni pensiya hisobiga kiritish mumkinligini bilmaydi. Masalan, OPA 2019 yildan 2023 yilgacha ishlagan, soliq va ijtimoiy to'lovlar rasmiy yuritilgan. Agar qonunchilikda belgilangan tartibga mos kelsa, u pensiyasini qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Lekin bu yerda asosiy shart ish rasmiy bo'lishi, maosh hujjatlarda aks etgan bo'lishi. Ma'lumotlar bazada yoki hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Uchinchi toifa, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda talablar yanada nozik, chunki nogironlik muddati tibbiy xulosa, qayta ko'rik sanasi, guruh o'zgarishi kabi holatlar pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, fuqaro 2-guruh nogironlik bo'yicha pensiya olmoqda. Uning qayta ko'rikdan o'tish muddati iyun oyida tugagan, lekin u hali vaqt bor deb yuribdi.
1 iyuldan keyin tizimda muddati o'tgan ma'lumot ko'rinsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun tibbiy ko'rik sanasini hech qachon oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda bolalarning yoshi, o'qishi, kunduzgi ta'limda o'qiyotgan, nikoh holati qaramog'ida bo'lishi kabi omillar muhim. Masalan, 15 yoshdan oshgan farzand kollej yoki oliygohda kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma o'z vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtashi ehtimoli bor. Keyin odam nega pul tushmadi deb boradi. Aslida sabab bitta qog'oz vaqtida topshirilmagan bo'ladi. 5-toifa pensiyasini ishonchnoma orqali olayotganlar, bu juda muhim. Ko'p yoshi katta insonlar yura olmaydi, bankka bora olmaydi. Shuning uchun farzandi yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, u notariat tartibida to'g'ri rasmiylashtirilmagan bo'lsa yoki bank bazasida yangilanmagan bo'lsa, pulni olishda muammo chiqadi. Ba'zi holatda qarindoshlar o'tgan oy oldin-ku deb hayron bo'ladi. Lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank xodim pul berishga haqli emas. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pasport yoki ID kartangizdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz tizimda yangilangan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa maxsus huquq muddati tugamagan bo'lsa, siz hozircha vayma qilishingiz shart emas. Lekin baribir bir marta tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki pensioner uchun eng yaxshi himoya bu oldindan tayyor turishdir. Hayotiy misol keltiraman. Bir aka pensiyasini har oy 2 million 400 ming so'm atrofida olib kelgan. Bank kartasining muddati iyun oxirida tugagan. U buni sezmagan, chunki karta uyda turibdi. Pulni ko'pincha o'g'li bankomatdan olib bergan. Iyul oyida pul tushgandek ko'rinadi, lekin karta ishlamaydi. Banka bo'lsa, yangi karta ochish kerak deyishadi. Hujjat olib boradi. Navbat kutadi. 1-2 kun vaqt ketadi. Agar u kartani oldindan tekshirganida bu ovora bo'lmasdi. Yana bir misol. Bir opa pensiyaga chiqish uchun hujjat topshirdi. Mehnat daftarchasida 1997 yildagi ish joyi yozilgan. Lekin korxona nomi keyinchalik o'zgargan. Arxivda eski nom bilan qidirilsa topilmadi. Keyin ma'lum bo'ldiki, korxona birlashgan. Hujjatlar boshqa arxivga topshirilgan. Opa hujjatni topguncha 2 oy yurdi. Agar u pensiya yoshiga yetishidan 6 oy oldin tayyorgarlik boshlaganida, pensiya tayinlash jarayoni ancha yengil bo'lardi. Birinchi nozik masala, rasmiy ma'lumot bilan og'zaki gap bir xil narsa emas. Men falon joyda ishlaganman. Mahalladagi hamma biladi, rahbar tanirdi. Ish haqi olganman degan gaplar pensiya hisobida yetarli bo'lmasligi mumkin. Pensiya tizimida dalil kerak. Dalil bu mehnat daftarchasi, buyruqdan ko'chirma, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, soliq yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha elektron ma'lumot, sud qarori yoki qonunda tan olinadigan boshqa hujjat bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik masala mehnat daftarchasidagi xatolar. Ba'zan familiya eski hujjatda Karimova, yangi pasportda Karimova Dilbar shaklida, otasining ismi qisqartirib yozilgan bo'ladi. Ba'zan tug'ilgan yil bir joyda 1964, boshqa joyda 1965 bo'lib qoladi. Bunday farqlar tizimda savol tug'diradi. Bu xatoni e'tiborsiz qoldirmang. Kerak bo'lsa FHDYO, arxiv, sobiq ish joyi yoki sud orqali hujjatlarni moslashtirishga to'g'ri keladi. 3-nozik masala. Chet elga chiqib ketgan yoki uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan pensionerlar. Agar pensioner doimiy yashash manzilini o'zgartirgan bo'lsa, xorijda uzoq muddat yashasa, bank kartasidan boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, bu holatlar alohida tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Men bunday holatda har doim maslahat beraman. Hujjatlaringizni qonuniy qiling, ishonchnomani vaqtida yangilang, yashash manzili va aloqa raqamini to'g'ri ko'rsating. Shunaqa yuraveradi degan yondashuv keyinchalik juda katta muammo tug'dirishi mumkin. 4-nozik masala ortiqcha to'langan pensiya. Ko'pchilik buni bilmaydi. Agar tizimda xatolik sabab sizga ortiqcha pul to'langan bo'lsa, keyin bu aniqlansa, ortiqcha to'lovni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand o'qishni to'xtatgan, lekin bu ma'lumot vaqtida bildirilmagan, to'lov davom etgan. Keyin tekshiruvda aniqlansa, ortiqcha olingan summa qaytarilishi so'raladi. Shuning uchun har qanday o'zgarishni yashirmaslik kerak. 5-nozik masala pensiya miqdorini oshirish bo'yicha murojaat. Ba'zi odamlar
hammaning pensiyasi avtomatik oshadi deb o'ylaydi. Indeksatsiya yoki umumiy oshirish boshqa masala. Shaxsiy staj yoki ish haqi bo'yicha qayta hisoblash boshqa masala. Agar sizning qo'shimcha hujjatingiz bo'lsa, masalan, oldin topilmagan ish haqi ma'lumotnomasi chiqib qolsa, o'zingiz murojaat qilishingiz kerak bo'lishi mumkin. Tizim har doim sizning o'rningizga hamma narsani qidirib bermaydi. 6-nozik masala norasmiy ishlagan yillar. Afsuski, ko'p odamlar yillar davomida rasmiy shartnomasiz ishlagan. Bozorda, ustada, fermerda, kichik korxonada kelishib ishlagan. Pul olgan, lekin soliq to'lanmagan, ish daftarchasiga yozilmagan. Pensiya hisobiga kelganda esa bu yillar muammo bo'ladi. Men har doim aytaman, bugungi rasmiy ish ertangi pensiya kafolatidir. Agar farzandlaringiz ishlayotgan bo'lsa, ularga ham tushuntiring. Rasmiy daromad va rasmiy staj juda muhim. 7-nozik masala, pensioner ishlasa nima bo'ladi? Ko'p odamlar pensioner ishlasa pensiyasi kamayadimi deb so'raydi. Bu savolning javobi pensiya turi, ish joyi, qonunchilikdagi amaldagi tartib va shaxsiy holatga bog'liq. Umumiy qoida shuki, rasmiy ishlashni yashirish kerak emas. Agar ishlash pensiya turiga ta'sir qiladigan bo'lsa, bu ma'lumot baribir tizimda ko'rinishi mumkin. Yashirishdan foyda yo'q. Aksincha keyin ortiqcha to'lov yoki qayta hisoblash muammosi chiqadi. 8-nozik masala, hujjatni kimga topshirayotganingiz. Hozir ayrim odamlar pensionerlarga men pensiyangizni oshirib beraman, arxivdan hujjat chiqarib beraman, kartangizni tekshirib beraman deb yaqinlashadi. Men ogohlantiraman, pasportingiz, ID kartangiz, bank kartangiz, PIN kodingiz, SMS kodingiz, elektron raqamli imzo ma'lumotlaringizni hech kimga bermang. Rasmiy idora boshqa, ko'chadagi vositachi boshqa. Pensiya masalasida firibgarlik ko'p hollarda aynan ishonuvchan yoshi katta insonlar orqali sodir bo'ladi. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amaldami? Muddati o'tmaganmi? Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana to'g'rimi? Yashash manzili to'g'ri ko'rsatilganmi? Shuni ko'ring. Agar yaqinda familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim bo'yicha hujjatlar tayyor bo'lsin. Agar pasportdagi ma'lumot bilan eski mehnat daftarchasidagi ma'lumot farq qilsa, buni oldindan aniqlashtiring. Ikkinchi qadam. Mehnat stajingizni yig'ing. Mehnat daftarchangizni varaqlab chiqing. Har bir ishga kirish va ishdan bo'shash sanasi borligini ko'ring. Muhrlar tushunarli ko'rinadimi? Buyruq raqamlari yozilganmi? Korxona nomi aniqmi? Shuni tekshiring. Agar biror davr shubhali bo'lsa, o'sha korxona arxivini qidiring. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Agar tashkilotnoma o'zgargan bo'lsa, bo'ris tashkilot bor yo'qligini aniqlang. 3-qadam, ish haqi ma'lumotlarini tayyorlang. Pensiya miqdoriga ish haqi ta'sir qiladigan holatlarda ayniqsa eski davrlar bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Ish haqi ma'lumotnomasi rasmiy blankada, imzo va muhr bilan davrlar aniq ko'rsatilgan holda bo'lishi kerak. Agar elektron bazada ma'lumot bo'lsa, bu ham katta yordam beradi. Lekin eski yillar bo'yicha qog'oz arxiv hujjatlari muhim bo'lib qolishi mumkin. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan? Karta egasi o'zingizmi? Karta yo'qolmaganmi? PIN kodni boshqa odam bilmaydimi? Shuni tekshiring. Agar pensionerning o'z bankka bora olmasa, qonuniy ishonchnoma tayyorlang. Ishonchnoma muddati, vakolatlari va bankda qabul qilinishi masalasini oldindan aniqlang. 5-qadam, telefon raqamingiz va aloqa ma'lumotlaringizni yangilang. Ko'p xizmatlar SMS orqali tasdiqlanadi. Agar eski raqam yo'qolgan bo'lsa, boshqa odam nomida bo'lsa yoki ishlamayotgan bo'lsa, siz muhim xabarlarni olmasligingiz mumkin. Pensiya bo'limi, bank yoki davlat xizmatlari markazda aloqa raqamingiz to'g'ri ko'rsatilganiga ishonch hosil qiling. 6-qadam. Nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa maxsus pensiya olsangiz, muddatlarni nazorat qiling. Tibbiy ko'rik sanasi, o'qish ma'lumotnomasi, qaramog'idagi shaxslar hujjati, vasiylik yoki homiylik hujjati muddati o'tmagan bo'lsin. Bunday hujjatlarni oxirgi kunga qoldirmang. Eng to'g'ri yo'l muddat tugashidan kamida 1 oy oldin harakatni boshlash. 7-qadam, rasmiy murojaat qiling. Siz tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki amaldagi elektron xizmatlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatni aniq yozing. Pensiya hujjatlarimni tekshirib berishingizni so'rayman. Mehnat stajimni aniqlashtirishni so'rayman. Pensiyamni
qayta hisoblash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa. Murojaat raqamini oling yoki ariza nusxasini saqlab qo'ying. 8-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini alohida papkada saqlang. Pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari. Bank rekvizitlari, tibbiy xulosalar, o'qish ma'lumotnomalari, ishonchnoma nusxalari alohida tartibda tursin. Men ko'p ko'rganman. Odam bir hujjat uchun 3 marta arxivga boradi, chunki nusxa olib qo'ymagan. Har bir hujjatining rasmiy telefoningizda ham bo'lsa yaxshi, lekin asl nusxalarni albatta asrang. 9-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, darhol taslim bo'lmang. Pensiya masalasida xatolik bo'lishi mumkin. Sizga staj yetmaydi deyishdi. Lekin qo'lingizda hujjat bor. Sizga qayta hisoblash rad etildi, lekin sababini tushunmadingiz. Bunday holatda yozma rad javobini so'rang. Rad javobida asos ko'rsatilishi kerak. Keyin yuqori tashkilotga, zarur bo'lsa sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Lekin bularning hammasi hujjat bilan bo'ladi. 10-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon, elektron navbat, bank ilovasi, davlat xizmatlari portali bilan ishlashga qiynaladi. Okay. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar yordam berishi mumkin. Lekin yordam berayotganda ham ehtiyotkor bo'ling. Pensionerning roziligisiz karta yoki hujjatlardan foydalanmang. SMS kodlarini boshqalarga aytmang. Barcha harakatlar ochiq va qonuniy bo'lsin. Yana bir muhim tavsiya, har bir o'zgarishni vaqtida bildiring. Manzil o'zgarsa, bank rekviziti o'zgarsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, o'qish tugasa, ishga kirilsa yoki ishdan chiqilsa, ishonchnoma muddati tugasa, bu ma'lumotlar tegishli joylarga yetib borishi kerak. O'zi bilib olishadi deb kutish xato. Tizimlar bog'langan bo'lsa ham amaliyotda kechikishlar bo'lishi mumkin. Siz o'z manfaatlaringizni o'zingiz himoya qilishingiz kerak. Alohida aytaman, hech qachon bank kartangiz PIN kodini, telefoningizga kelgan SMS kodini, elektron raqamli imzo parolini, shaxsiy kabinet login va parolini begona odamga bermang. Agar kimdir pensiyangizni oshirish uchun kodni ayting desa, bu juda katta xavf belgisi. Rasmiy xodim sizdan bunday maxfiy kodlarni so'ramasligi kerak. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Firibgarlar esa aynan shundan foydalanadi. Agar siz pensiyaga endi chiqmoqchi bo'lsangiz, tayyorgarlikni pensiya yoshiga yetadigan oyda emas, kamida 6 oy oldin boshlang. Bu vaqt ichida arxivga so'rov yuborasiz. Eski ish joylari bo'yicha ma'lumot yig'asiz. Hujjatlardagi xatolarni tuzatasiz. Bank hisobini tayyorlaysiz. Shunda pensiya tayinlash jarayoni tinch o'tadi. Oxirgi oyda yugurish esa doim asab, navbat va tushunmovchilik olib keladi. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, yiliga hech bo'lmaganda bir marta o'z holatingizni tekshirtirib qo'ying. Pensiya miqdori, karta holati, shaxsiy ma'lumotlar, aloqa raqami, hujjatlar muddati, maxsus asoslar bormi, yo'qmi, hammasi joyidami? Shuni ko'ring. Bu ish ko'p vaqt olmaydi, lekin kelajakdagi katta muammoning oldini oladi. Hurmatli tomoshabinlar, 1 iyuldan pensionerlar uchun eng asosiy talab shuki, hujjatlar tartibda bo'lishi, ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi, bank va aloqa ma'lumotlari yangilangan bo'lishi. Maxsus pensiya turlari bo'yicha muddatlar o'tkazib yuborilmasligi kerak. Bu vahima emas, bu tayyorgarlik. Kim oldindan tekshirsa, o'sha tinch yuradi. Kim beparvo bo'lsa, keyin birgina hujjat uchun bir necha joyga qatnashi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pasportingizni, mehnat daftarchangizni, bank kartangizni, ishonchnomangizni, tibbiy yoki o'qish hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Agar pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz, hujjat yig'ishni hozirdan boshlang. Sizningcha pensiya tizimida eng katta muammo nimada? Hujjat yig'ishdami? Arxivlardan ma'lumot topishdami? Bank kartalaridami yoki tushuntirish ishlari yetarli emasligidami? Fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.